Assalomu alaykum. Avvalambor o'zimni tanishtirsam, ismim Azamat, familiyam Tursunov. 88-yil tug'ilganman. 2010-yilda Toshkent axborot texnologiyalar universitetini tugatganman azizlar. Va kollejda o'qituvchi, kafedra mudiri, bo'lim boshliqlari lavozimida ishlab, mana shu ishimga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha daromad sifatida Faberlik kompaniyasiga registratsiya bo'lganmiz va mana shu kompaniyada faoliyatimizni boshlaganmiz azizlar. Kompaniyada qaror qabul qilib, mana shu biznesni boshlaganimizga mana 8 yil bo'lyapti azizlar. Mana shu 8 yil ichida juda ham ko'p hayotimizda o'zgarishlar bo'ldi, juda ham ko'p natijalar bo'ldi. Xo'sh, moliyaviy tomonlama misol uchun qancha uy-joylarimizni qildik, misol uchun avtomobil, mashinalar qildik bir nechta va chet el sayohatlarga chiqib keldik azizlar. Hammasi mana shu Faberlik kompaniyasi hisobidan bo'ldi. Bizlar boshqa sohada ishlamaymiz, faqat Faberlikda faoliyat yuritamiz azizlar. Kompaniyamizga men behisob shukrlar aytaman. Haqiqatan men o'ylaganchalik, men o'ylagandan ham ziyodroq daromadlar mana shu sohamizda bor azizlar. Kompaniyamizdagi mahsulot turi juda ham ko'p azizlar. Mana shu keng kam pul bilan boshlanadi biznesimiz. Mana shu tomonlama kompaniyamiz SNG davlatlarning ichida ham hatto birinchi o'rinda turibdi azizlar. Mana shu kompaniyaga nima desam bo'ladi, registratsiya bo'lganimdan shu kompaniyada faoliyat yuritayotganimdan hech qachon afsuslanmayman azizlar. Mana birinchi marta ish boshlaganimda meni ham oldimda o'sha negativlar, o'sha qarama-qarshiliklar menda ham bo'lgan. Albatta bularga e'tibor qilmasdan faoliyat yuritganmiz. Bugungi kunda mana shunday bir yaxshi biznes egasimiz, yaxshi komanda, yaxshi struktura egasimiz desam xato bo'lmaydi azizlar. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, bugungi kundagi daromadimni aytib o'tmoqchiman. Bir oyga hisoblaganda daromadimiz 30-35 million atrofida bugungi kunda daromad qilib turibman. Bu ham albatta O'zbekiston sharoitida, o'zimizda mana shu yurtimizda 30-35 million bir oyda topish bu menimcha normal deb o'ylayman. Mana shunday qudratli, mana shunday xalqaro, mana shunday gigant kompaniya yurtimizda ishlab turibdi. Albatta bunda qarorni qabul qilib, biznesni boshlash kerak. Maqsad sari harakat qilsa albatta azizlar, bundan-da yuqori, bundan-da katta daromadlar, bundan-da katta yutuqlarga bemalol erishsalaringiz bo'ladi. Hammaga omad.